Voy bolalar, ko'rib turibsizlar va nihoyat ko'pchilik so'ragan Eramax shurpoyor va lazerlarimiz yetib keldi, tugab qolgandi. Xo'p, Eramax shurpoyorlarga aksiya qiling deb ko'pchilik aytgandi, qo'lda kelgancha yengilroq bo'lsa ham aksiya qilib qo'ydik mana. 500 ming so'm sotilgan 48 talik Eramax shurpoyorimiz 470 ming so'mdan qilib qo'ydik. Bitta ko'rsatib o'taman ishlashlarini. Ko'rib turibsizlar, 48 talik indikatorli batareyka chiqadi. Ikkita batareyka chiqadi, bitta zaryadchiga. Shurpoyor bor, ishlashchiligi o'ta moshni ekan. Oboroti juda ham tez. Qo'lga o'rnashadigan ixchamli motori, brushles motor suvda ham ishlab beradi. O'ziga bor, o'yib yozilgan Eramax bortma harf bilan patronlari metal patronlar, bular funksiyalari bor. Qirs qiladi, bemalol ushlab qo'yadi. Keyin buni batareykalari bor, ertalabdan kechgacha bemalol ishlab beradigan original Leoni batareykalar qo'yilgan mana, ko'rib turibsizlar. Shurpoyorti bor, zo'rini so'raga bemalol tavsiya qilaman. Maza qilib ishlatadigan shurpoyor. Original 6 oy garantiyasi bor. Narx 470 ming so'm. 470 ming so'm menimcha bemalol arz beradigan shurpoyorimiz. Ko'rib turibsizlar. Xo'p, 470 mingga 48 talisi, endi 570 ming bor, 128 tali bistira zaryadchiga bor ichida. Buni eski narxi 600 ming so'm, yangi narxini 570 ming so'mga qilib beryapmiz. Xo'p, batareyasi mana indikatorli 128 tali batareyka, katta batareyka. Anovlarda 5 ta kapsula bo'lsa, bunda 10 ta kapsula, 2 qator terilgan. Bor, ishlashlari bor, o'ta yaxshi. Oborot juda ham tez. 15 li shuruplar bemalol tortib beradigan shurpoyortimiz. Metal patron, brushles motor bo'ladi. O'ziga o'yib yozilgan ekan buni. Orqasiga ham brushles motor deb qo'yilgan. Patronlar bular funksiyali. Bor, bistira zaryadchiga bor, 5 ketdim lekin. Xullas, bistira zaryadchiklari bilan narxini 570 ming so'mdan qilib qo'ydik, ko'rib turibsizlar. Endi ikki xil lazer ko'rsataman. Lazerda ham bor. Xullas, xo'rozdan ko'rsataman. Xo'p, bunisining narxini 570 ming so'm qilib beramiz. Bunisining narxini 670 ming so'm qilib beramiz. Farqi nimada deganlarga? Farqi bunisi tabloli variant bo'ladi. Keyin oyog'i 1,5 metrlik bo'ladi. Bunisining farqi bez tablo, keyin oyog'i 1-2 lik bo'ladi. Bitta yoqib ko'rsataman. Komplektdan nimalar chiqarganini ko'rib turibsizlar. Birinchi o'rinda lazer chiqyapti monitori bilan. Ikkita yuqori quvvatli batareyka chiqyapti mana. Ko'rib turibsizlar, ikkita batareyka. Xo'p. 3 yoqli noshkachasi alyuminniy ishlangan, ish beradigan variant. Damkrat alyuminniy, zaryadchi chiqyapti. Pult chiqyapti mana. Eng asosiysi masofadan boshqargan pulti. Keyin magniti ham bor, 4 tali magnitni. Ba'zi lazerlarda 2 tali bo'ladi, bunda bo'lsa 4 tali. O'ta ham bezopasniy, mahkam ishlangan. Patologga kelgan mahalda tushib ketdi degan ishlar bo'lmaydi gaplar mana. Ko'rib turibsizlar. Magniti ham bor, o'ta zo'ridan ekan. Bitta yoqib ko'rsataman endi buni. Xo'p, akkumulyatorga ham e'tibor berish kerak. Katta usulli akkumulyator qo'yilgan. Ko'rib turibsizlar. Nurlar bor, o'ta tiniq. Pultida boshqarib ko'rsatib beraman. Ko'rib turibsizlar, ishlashi juda ham zo'r. Endi mana bu yerda bor, yana bitta fishkasi bor. Lazerni o'chiramiz. Mana bu yerda o'zi ikkita tugmachasi bor. Hech qanaqa pult ishlatish kerak emas. Shunday qo'l bilan boshqarib, oyoq bilan ham boshqarib oladi. Xullas, lazerda bor, zo'rini so'raganlarga jo'natib qo'yamiz. Endi mana bez tablo variantini bitta yoqib ko'rsataman. Farqi faqat tablosi bilan oyog'ida bo'lyapti. Narxi bo'lsa 570 mingga 670 ming so'm. Bunda ham xuddi o'sha funksiya bor mana. Nurlar o'ta tiniq, 16 ta liniya aylantirib o'tib beradigan lazerimiz. Zaryadchiklari ham bor, Type-C. Oddiy telefon zaryadchiga ham tushib ketaveradi, Type-C zaryadchik. Xullas, narxlarni bitta eslatib o'taman. Eramax tabloli variant 670 ming so'm. Tablosiz variant 570 ming so'm. 128 tali shurpoyor 570 ming so'm. 48 tali bo'lsa 470 ming so'm. Narxlar haqiqatan ham qulay bo'lsa,
bitta like bosib qo'yaverasizlar, kanalga podpiska qilib, pastdagi nomerlarga bemalol aloqa qilib olasizlar. Chiroq dastavkalarimiz kelishilgan holda.